Bizda bir chemadan xat bor. Bir chemadan xat bor. U paytlar telefon bo'lmagan, uchrashuvlar bo'lmagan. Necha yil kurashgan bir-biriga erishish uchun. Tasavvur qiling, to'g'ri kelmaydi ham deyishgan oilalar bir-biriga to'g'ri kelmagan, vaqt bo'lgan yoshga ko'tarib ketyapti ham degan onamga kutgan otamni bir-biriga kurashishgan. Hozir hech kim bir-biri bilan kurashmaydi. Bitta kamchilik bo'lsa, yo bir-birini tashlab ketish bilan ovora. Tashlab ketishga tayyor. Hamma tashlab ketishni oldiga birinchi yesachu ketaveraman. Hozir ya erga tegadigan qizlar hali erga teggani yo'q. Psixologga olib kelishsa, bilasizmi deydi, o'xshamasa ajrashib ketaman, hech narsa qilmaydi deydi. Hali o'xshamaslikka ulgurgan yo'q. Hali erga tegmasdan turib, o'zlariga zapasno aerodrom tayyorlab kirib erga tegib ketishadi. Ana yigitim kutib turadi. Ajrashib kelsang olaman degan deydi. Nimaga ajrashib kelish haqida o'ylayapsan? Nimaga biz kurashishdan qo'rqamiz? Ayniqsa erkaklar shu topsada, shu bahona topsada shuni tashlab ketadigan. Xo'p, unga imkon bermaydi hech kim o'zgarishiga. Ayolingni o'zgarishi uchun nech pul tikding? Ham hech narsa tikmasam ham